Assalomu alaykum qadrli podpischilar. Avtosalonimizdagi mavjud mashinalarni obzor qilib chiqaman. Like, kommentlaringizni ayamaysizlar degan umiddaman. Ketdik. 25-yil Tracker Premierimiz polni radnoy, atigi 10 ming probegda, gazlari, mягкий ballon, обрисовка hamma ishlar qilingan. 18.600 dollarga baraka qilamiz. 24-yil Tracker LTZ Plus varianti bu ham gazlari, mягкий ballon, polni radnoy 30 mingta probegda 15.800 dollarga baraka bo'ladi. Kia Sonet eng full pozitsiyasi qora rangda, atigi 2000 km probeg bo'lgan, yangi 25. Bu mashinani 18.500 dollarga baraka qilamiz. Mana Kia'ni originalini qidirganlar uchun Chistagam koreyskiy, polni radnoy 23-yil, propan, mягкий ballon hamma ishlari qilingan. Bu mashinani 23.000 dollarga baraka qilamiz. Gibrid qidirganlar uchun mashinani vaqti alovi Nitro mashinamiz 23-yil atigi 30 ta yurgan Michelin ballonlarda polni full, polni navarot. Nima abduf, abagrev, massaj hamma narsasi bu. Buni 24.000 dollarga baraka qilamiz. Havola M6 2024 ikkinchi pozitsiyasi benzinga yurgan, 14.000 km yurgan. Kraskalari toza 19.000 dollarga baraka qilamiz. Yo, buni arzon qilaver. 18.900 dollarga ham beraveramiz. Хорошо. Malibu 2018 2.4 motorligini eng zo'ri kelgan, halol probeglari 90 mingta probeglarigacha, kraskasigacha halol o'ziniki. 19.200 dollarga beramiz. Avtosalonimizda kamchiliklar bu, aybga buyurmaysizlar. Endi tayyorlaymiz avtosalonimizda. Marhamat, yana bitta mashinamiz 12-yil Malibu lyukli avtomat, eng fulli 170 mingta probegda. Mashinamizda gaz, mягкий ballon hamma ishlar qilingan. Tayyor minaman deganlar uchun 12.000 dollarga baraka bo'ladi. Rangi ham baklajon svet. Kia K5 Bellyuk kojinli salonligi, start stopligi zavodskoy. Marhamat, jitlan diska ballonlarda propallari ham o'rnatilgan. Bu mashinani 23.500 dollarga beraveramiz. Mana yangi mashina qidirganlar uchun Hyundai Elantra atigi 400 km probeg bo'lgan. Yangi salonda 27.400 dollar ekan, latta salonligi. Bu mashinamiz kojinli salon, lyuklari bor. Значит, buni 24.000 dollarga baraka qilamiz. Salondan 3.5 ming arzoniga. Maslani yangi. BYD chempionimiz 2024, probegi ham 24 mingta, kraskalari toza. 150 km tok bilan yuriydi, gibrid mashina. Buni 27 mingga baraka qilamiz. Ana yana bitta arzon Tracker qidirganlar uchun. Arzon Tracker LS qidirganlar uchun tayyor bu mashinamiz ham. 23-yil LS 60 mingta probeg, metan gazlari bilan 13.800 ga beramiz. Kraskalari toza. Ana Cherry Tiggo 7 Pro 2024 birinchi pozitsiyasi, bezlik pozitsiya, ya'ni o'zi ikkita pozitsiya bo'ladi, bu birinchisi. Bezlik propan gazlari bilan 30 mingta yurgan. 20 ming dollarga beramiz. Yana bitta mashinamiz, marhamat ko'rishlaringiz mumkin. BYD Song Plus gibrid eng fulli, 4 ta ballon tortadigan gibrid radnoy 40 mingta yurgan. Bu mashinani 24-yil olingan, 23 bo'lib kelgan, 27.000 dollarga baraka qilamiz. Aveda mashinamiz. Podpiska bo'lib qo'yishni unutmang. Hammalaringizni avtosalonda kutamiz.